Raqamlar haqida gaplashamiz. Raqam o'zi nima va nechta raqam bo'ladi? Raqam tushunchasi batafsil. Hop. Noldan tortib to 9gacha barcha raqamlarimiz bor ekan. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mana 9. Jami raqamlarimiz sanagan bo'lsak 10 ta bo'lyapti. Ya'ni 0dan boshlab 9gacha 10 ta raqam bor. 10 ta raqam bor. Raqamlar mana 10 ta ekan. Ya'ni to'q raqamlar. To'q raqamlar. To'q raqamlarimiz 5 ta. Qaysi? To'q raqamlar ekan. 1, 3, 5, 7 va 9. Ya'ni 5 ta bo'ldi. Endi xuddi shuni juft raqamlarni ko'ramiz. Juft raqamlarimiz. Juft raqamlarimizdan 5 ta bo'ladi. 0, 2, 4, 6, 8 mana. 5 ta raqam jami 10 ta raqam bo'ldi. 10 ta raqamimizda 5 tasi to'q raqam ekan, 5 tasi juft raqam ekan. Sizda raqamlar ustida qanaqa savollar kelishi mumkin? Hop, mana savollarimizni birma-bir ko'rib o'tamiz. Birinchi savolimiz nechta raqam bor deyapti. Biz ko'rib o'tdik, nechta raqam bor ekan. Raqamlarimiz 10 ta bo'lyapti. Demak, birinchi savolimizga mana to'g'ri javob B kaliti berilgan ekan. Hop, yana qanaqa savol kelishi mumkin? Nechta to'q raqam bor deyapti. To'q raqamlarimiz mana ko'rib o'tdik. Mana 5 ta bo'ldi. Bu esa mana 5 ta javob bo'lar ekan. Hop, eng katta raqam nechaga teng deyapti. Raqamlarimiz orasida eng kattasi mana 9 ga teng ekan. Mana. Hop, keyingi savolimiz eng kichik raqam nechaga teng deyapti. Eng kichik raqamimiz mana 0 ga teng bo'lar ekan. Eng kichik raqam va eng katta raqamdan qancha kichik deyapti. Eng kichik raqam bu nechi? Eng kichik raqam. Eng kichik raqam 0 ga teng. Eng katta raqamchi? Eng katta raqam 9 ga teng, to'g'rimi? Shu ikkalasini deyapti. Qancha kichik deyapti. Ayir topiladi. Ayirgan bo'lsak, 9 ga kichkina bo'lar ekan mana. Biz buni bilib o'tdik dars davomida. Raqamlarimiz 10 ta ekan. 0 dan boshlab 9 gacha 10 ta raqamlar bor. Barcha raqamlarimiz bir xonali bo'ladi. Esingizga qolsin. Barcha raqamlarimiz bir xonali. Hop, to'q raqamlarimiz 5 ta, juft raqamlarimiz 5 ta. Hop. Eng kichkina raqam bu 0, eng katta raqam bu 9. Eng kichkina to'q raqam bu 1, eng katta juft raqam bu 8. Raqamlar ustida bir nechta misollarni keltirib o'tdik. Hop, bizni kuzatishda davom eting.